Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi bermoqchi bo'lgan yana informatsiyalarim shu kollagenlar to'g'risida. Chunki kollagenlar to'g'risida ko'p o'sha direktda ham ko'p savollar bo'layotgani uchun yana ochiqlab o'tib ketaman, qanaqa kollagen ichish mumkin. Asosan shu mastopatiya miyomasi bor ayollarimiz bo'lsa, bu asosan ular o'sha chistiy kollagen ichish kerak yoki kollagenni tarkibi uni o'sha miyoma yoki mastopatiyaga zarar ko'rmaydigan kollagen ichish mumkin. Yana o'sha kollagen nima? Organizmni bu oqsil hisoblanadi. U asosan gormonalniy fon uchun javob bermaydi u kollagen. Uni shu uchun bemalol ichishlaringiz mumkin. Shu jumladan men Fresh kollagenni aytib o'taman. Bugun ikkinchi pochkani boshladim men. Bu kollagen tarkibi asosan 600 mg kollagen bo'lsa, gialuron bilasizlar. Bu asosan namlik uchun, teri bo'g'imlardagi o'sha suyuqlik uchun javob beradi va shu bilan birga vitamin C bor. Ya'ni chistiy kollagen deb bemalol ichishlaringiz mumkin. Pastda dastavka nomerlarini qo'yib ketaman. Bu kollagen asosan uni mahsuloti Germaniyadan keladi va O'zbekistonda qadoq bo'lib chiqadi. O'zbekiston bo'lib, lekin asl mahsulot Germaniyaniki bo'lgani uchun yaxshi kollagen, effekt ko'rganlarning odzivlarini tashlaganman. Bemalol qabul qilib ichishlaringiz mumkin. Agarda shunday ham kollagen ichishni xohlovchilar bo'lsa, asosan uni tarkibiga qaranglar, chistiy kollagen bo'lishi kerak. O'sha paytda sizda o'sha nimada qo'rquv, vahimlar ketadi. Informatsiyalarni yana kutib qolinglar.